13-mavzu yo'l chiziqlari. Yo'l chiziqlari ikkita guruhga bo'linadi. Yotiq chiziqlar bor, asfaltga chiziladigan, tik chiziqlar bor, yo'l inshootlariga, beton, bordyur, shularga chiziladigan. Endi yotiq chizuvlardan boshlaymiz. Birinchi chizig'imiz ikkitali sidirg'i chiziq deyiladi. Bu 4 ta tasmali yo'llarda qarama-qarshi oqimni ajratadi. Bu chizuvni bosib o'tish taqiqlanadi. Keyingisi bittali sidirg'i chiziq. Bu chizuv ko'p tasmali yo'llarda tasmalarni ajratadi. Ikkita tasmali yo'lda qarama-qarshi oqimni ajratadi. To'xtab turish joylarini ajratadi va qatnov qismini chetini ajratadi. Ya'ni qatnov qismini yo'l yoqasidan ajratib turadi. Endi tasmalarni ajratganda bosib o'tish taqiqlanadi. To'xtab turish joylarini ajratganda bosib o'tish taqiqlanadi. Qarama-qarshi oqimni ajratganda bosib o'tish taqiqlanadi. Lekin qatnov qismini chetini ajratadigan har qanday sidirg'i chizuvni bosib o'tishga ruxsat beriladi. Shaharda ham, shahar tashqarisida ham, avtomagistralda ham agar qatnov qismini chetini bildiradigan sidirg'i chizuv bo'lsa, любой joyda bosish mumkin ekan. Keyingi chizig'imiz bir tomoni sidirg'i chizuv, bir tomoni uzuq chizuv. Agar haydovchi uzuq chizuv tomonda bo'lsa, unga barcha yo'nalishga yurish mumkin bo'ladi. Agar haydovchi sidirg'i chizuv tomonda bo'lsa, sidirg'i chizuvni bosish mumkin emas bo'ladi unga, lekin boshqa yo'nalishlarga yursa bo'ladi. Keyin uzuq chizuv tomondan quvib o'tishga chiqqan haydovchi sidirg'i chizuv tomondan o'zini tasmasiga qaytib olsa bo'ladi. Keyingi uzuq chizig'imiz yaqinlash chizig'i deyiladi. Sidirg'i chizuvga yaqinlashayotganimizni ham bildiradi. Bu chizuvni ham bosib o'tishga ruxsat beriladi. Keyin chizuvlarda test ishlayotganingizda har doim 1-11 yoki 1-1 degan javoblar to'g'ri chiqadi. Keyingi uzuq chizig'imiz oddiy uzuq chizuv. Agar bu chizuv qarama-qarshi oqimni ajratadigan bo'lsa, haydovchiga qayrilish, burilish va quvib o'tishga ruxsat beriladi ikkita tasmali yo'llarda. Agar oddiy uzuq chizuv ko'p tasmali yo'llarda tasmani ajratadigan bo'lsa, unda haydovchilar qat'iy tasma bo'yicha yurish kerak bo'ladi. Bu chizuvni bosib o'tishga ruxsat beriladi faqat qayta tizilish uchun. Keyin qatorlarning orasida chizuvning ustida yurish taqiqlanadi. Keyin ikkita tasmali yo'llarda qarama-qarshi oqimni uzuq chizuv ajratadigan bo'lsa, quvib o'tishga ruxsat beriladi. Ikkita tasmali yo'llarda qarama-qarshi oqimni sidirg'i chizuv ajratadigan bo'lsa, quvib o'tish taqiqlanadi. Keyingi ikkitali uzuq chiziqlarimiz reversiv tasmani bildiradi. Biz bilamiz, reversiv tasmaga kirish mumkin edi, faqatgina yashil svetofor yonganda. Lekin reversiv tasmada ketayotganingizda reversiv svetofor o'chib qolsa yoki qizil yonib qolsa, haydovchi 10 tasmaga qayta tizilishi kerak bo'ladi. Keyingi 3 ta sariq chizig'imiz bu to'xtash taqiqlanadi deyiladi. To'xtab turish taqiqlanadi. Bu yo'nalishli transport vositalarini bekatini bildiradi. Endi oddiy haydovchilar, mana shu velosiped, moped, mototsikl, gurzovoy, oddiy haydovchilar mana shu ikkita chizuvda bemalol to'xtab odam chiqarib tushirsa bo'ladi, mana shu ikkita chizuvda. Bu chizuvda oddiy haydovchilarga mumkin emas. Lekin yo'nalishli transport vositasi любой chizuvda odam chiqarib tushirishi mumkin, даже sariq sidirg'i chizuvda ham. Endi sariq sidirg'i chizuv qatnov qismini chetiga yoki bordyurga chiziladi. Keyingi chiziqlarimiz bu to'xtash chizig'i yoki stop yozig'i. To'xtash chizig'i yoki stop yozig'i to'xtamasdan yurish taqiqlanadi belgisini oldiga o'rnatiladi. O'sha qayerda to'xtash kerakligini ko'rsatadi bizga. Keyingi chizuvlarimiz mayda uchburchak bilan yirik uchburchak chiziqlarimiz bular yo'l bering belgisini oldiga chiziladi, yo'l berish kerakligini bildiradi. Keyingi chizig'imiz velosiped yo'lkasi bilan kesishuvni bildiradi. Keyingi ikkita chiziqlarimiz qatnov qismini torayishini bildiradi. Ya'ni qatnov qismi torayishi chapdan, qatnov qismi torayishi o'ngdan. Ya'ni haydovchi o'sha strelka ko'rsatgan tasmaga qayta tizilish kerak bo'ladi, chunki yo'l uje tasma tugayapti. Keyingi 4 ta chizuvlar bular piyodalar o'tish joyi. Bu piyodalar o'tish joyi yo'nalishi ko'rsatilgan, ya'ni strelka bo'yicha yurish kerak. Bu 3D piyodalar o'tish joyi deyiladi. Bu baland piyodalar o'tish joyi deyiladi. Mana uchburchaklari oq sariq bo'ladi. Bu bo'lsa 3D baland, ya'ni mana bu ikkalovi birlashgani 3D baland piyodalar o'tish joyi bo'ladi. Oq qizil piyodalar o'tish joyi maktab va bog'chalarning oldidagi piyodalar o'tish joyini bildiradi. Keyingi chizig'imiz
shovqin chizig'i deyiladi. Shovqin chizig'i haydovchini hushyorligini oshirish uchun chiziladi, xavfli burilish va piyodalovchi joyiga yaqinlashayotganda. Keyingi chiziqlarimizni chorrahadagi tasmalar bo'yicha harakat yo'nalishini ko'rsatadigan chiziqlar. Ya'ni haydovchilar mana shu chizuv ko'rsatgan tomonga yurishi mumkin bo'ladi. Chap tasmadan chapga yurishga ruxsat beradigan chizuv qayrilib olishga ham ruxsat beradi, lekin o'ng tasmadan chapga yurish mumkin bo'lganda qayrilib olish taqiqlanadi. Keyingi mana bu uzuq chiziqlarimizni chorrahadagi tasmalarni bildiradi. Bu chizuvlarni ham bemalol bosib o'tsak bo'ladi. Keyingi shaxmat ko'rinishida chizilgan chiziq bu sun'iy yo'l notekisligini bildiradi. Keyingi chizig'imizni yo'naltiruvchi orolcha deyiladi. Agar orolchani uchi chapga qaragan bo'lsa, oqimni ajratadi, uchi o'ngga qaragan bo'lsa, oqim qo'shiladi. Pastga qaragan bo'lsa, qarama-qarshi oqimni ajratadi. Bu chizuvni ham bosib o'tish taqiqlanadi. Keyingi chiziqlarimizni sekinlashish va tezlashish tasmalarini bildiradi. Mana bunaqa kvadratga o'xshagan uzuq chizuv bo'ladi. Endi nima u? Skоростной yo'llarda o'ngga burilmoqchi bo'lgan haydovchi mana shu sekinlash tasmasiga kirib, sekinlashib, keyin burilib ketish kerak. Xuddi shunaqa, mana shu skоростной yo'lga qo'shilmoqchi bo'lgan haydovchi birinchi tezlash tasmasida tezlashib, keyin qo'shilib ketish kerak bo'ladi. A polasi A degan chizuv bu yo'nalishli transport vositalarini tasmasini bildiradi. Biz bilardik. Agar uzuq chizuv bilan ajratilgan bo'lsa, ikkita manevr mumkin edi oddiy haydovchilarga. Odam chiqarib tushirish va o'ngga burilish. Agar sidirg'i chizuv bilan ajratilgan bo'lsa, mana shu ikkita narsa ham mumkin emas bo'ladi. Sidirg'i chizuv bilan ajratilganda bu tasmada yurishi, turishi mumkin bo'ladi, faqatgina yo'nalishli transport vositalari. Ya'ni sidirg'i chizuv bilan ajratilganda faqat yo'nalishli bu yerda kirib, bu yerda yura olar ekan. Keyingi mana bu chizuvlarimizni taqiqlovchi belgilarni takrorlaydi, ya'ni cheklangan tezlikni takrorlayapti. Bu uchburchak chizig'imiz bo'lsa, ogohlantiruvchi belgilarni takrorlaydi. Keyin haydovchiga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan yo'l inshootlari haydovchi urilmasligi uchun mana bunaqa chizuvlar bilan belgilanadi. Qaranglar. Agar bundoq sidirg'i chizuv ketgan bo'lsa, bu yo'lning boshqa joylaridagi to'siqni bildiradi. Agar yo'l ketgan bo'lsa, yo'lning boshqa xavfli joylaridagi to'siqlarni bildiradi. Testda chizuvlarni ishlayotganingizda shunda boshqa degan javob tanlasanglar, o'sha 90% holatlarda to'g'ri chiqadi.